Hammaga assalomu alaykum, aziz IT Akademik kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar uchun yana bitta manfaatli video tayyorlamoqchiman. Ko'pchilik ustozlarimiz IT Akademik Plus imtihoniga registratsiya jarayonini bilishmayapti yoki bilgan taqdirda ham aynan biror bir yakka shaxsni kartasiga to'lov qilishdan qo'rqishyapti. Aldanib qolmaymizmi? Misol uchun multi-levelda yoki boshqa test turlarida ma'lum tashkilotga to'lov qilardik invoice orqali. Bu esa karta tashlanyapti deyapti. Shu masalalarga oydinlik kiritib beraman. Avvalambor azizlar, ITEP International Test of English Proficiency testi, ya'ni ITEP Academic Plus imtihoni. Xo'p, imtihon voucherlari qay tarzda olinadi va sizga beriladi? Misol uchun, multi-levelda yoki IELTSda aynan sizni ism, familiya sharifingizga imtihon varaqasi shakllantiriladi va to'lovi ham davlat hisob raqamiga yoki aynan o'sha imtihon o'tkazayotgan tashkilotning hisob raqamiga o'tkaziladi. Lekin ITEPda sal boshqacharoq, ya'ni bilasiz, ITEPni o'zini maxsus test markazlari bor viloyatlarda yoki Toshkent shahrida. O'sha markazlarni o'zlari tashagan hisob raqamga yoki kartasiga to'lov qilsanglar ham bo'ladi. Hech qanaqa muammosi yo'q, qo'rqmanglar. Sababi ITEPni ishlash sistemasi quyidagicha. ITEP testini maxsus testga kiruvchi login parolli voucherlari maxsus tashkilot tomonidan sotiladi test markazlariga. Test markazlarini ularni sotib olib, keyin sizga resell qiladi, ya'ni qaytadan sotadi, ustiga qanchadir miqdorda to'lov qo'yib, $29, $30 qanchadir miqdorda to'lov o'zlarini xarajatlarini qo'yib sotishadi. Shuni hisobiga ular oldindan ularda sotib olingan voucherlar bo'ladi. Siz ulardan sotib olasiz azizlar. O'sha uchun qo'rqmasdan karta raqam tashlashsa test markazlari bemalol to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Va xo'p, imtihonga registratsiya qilish jarayonlari ham on demand rejimida, ya'ni siz boshqa test turlarida ma'lum bir ilova orqali yoki ma'lum bir platforma orqali registratsiya qilasiz va registratsiya bo'lganingizdan keyin tabriklaymiz, siz registratsiya bo'ldingiz, shu kuni imtihonga deb turib sizga emailingizga xabar jo'natiladi. ITEPda unaqa emas, chunki siz test markaziga registratsiya qilasiz, test markazida xodimlari sizni ogohlantirishadi, bo'ldi. Hech qanaqa emailingizga xabar kelmaydi test to'g'risida. O'sha test kuni ham eslatmani test markazida xodimlari jo'natishadi sizga. Va test markazlari bilan qanaqa qilib bog'lanishingiz mumkin? ITEP o'z saytiga kirasiz yoki ITEPning Global.org saytiga, farqi yo'q. O'sha ITEP o'z saytiga kirganingizda mana qarang, pastroqqa tushamiz. Bu yerda yana ham pastga tushgan paytingizda har bitta test markazi haqida, ya'ni aktiv turgan ishonchli test markazlari haqida o'zlarini ITEP o'z saytida ma'lumotlar bor. O'zbekistondagi bo'ladimi, boshqa, misol uchun Misrdagi bo'ladimi, hamma Tojikistonda bo'ladimi, Qirg'izistonda bo'ladimi, qisqasi qaysi davlatlarda qanaqa test markazlari bo'lsa, hammasini raqamlari bor mana. Qaysi viloyatda joylashgan, test markazining nomi nima, qanaqa raqam telefon raqamlari, qanaqa raqamga aloqaga chiqasiz, manzili qayerda va oxirgi e'tibor berasiz. Faqat aktiv deb yozilgan bo'lishi kerak. Aktiv deb yozilgan bo'lsa, demak u test markaz chindan ham ishlab turibdi. Inaktiv bo'lgan bo'lsa, demak test markaz o'z ish faoliyatida emas, ya'ni qanaqadir bir texnik yoki ma'lum bir huquqiy jihatdan ish faoliyatini davom ettirmayapti. Va mana aktiv turibdi. Siz o'zingiz viloyatingiz, kerakli viloyatingizni tanlaysiz va aktiv turgan test markaziga telefon qilib bemalol test kunlarini bilishingiz mumkin bo'ladi. Va shuni ham yana bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Aynan test markazlarining yonida NEN yozuvi turgan bo'lsa, mana National Educational Network, bu o'sha NENning bosh ofislari hisoblanadi. Buni yaxshi tarafi nimada? Bosh ofisda topshirganingizda, birinchidan ishonchli, sizda qanaqadir texnik muammo bo'lib qolsa, bemalol tekinga qayta retake test qo'yib berishadi, texnik muammo bo'lsa. Va yana bitta zo'r tarafi, bularda o'zlari bosh ofis bo'lganligi hisobiga bir kun oldin registratsiya qilib, shanba yakshanbadan tashqari har kuni ham test topshirsangiz bo'ladi. Bunaqa imkoniyat Toshkentda ikkita joyda bor. Mana National Educational Network, ya'ni o'zlarining bosh ofisi
Mirobod tumanida edi adashmasam, aniq eslolmayman. Nukus ko'chasidagi mana manzili bor, bemalol borib topshirishingiz mumkin. Bir kun oldin telefon raqamiga telefon qilib registratsiya qilasiz yoki Chilonzorda Nufon kafesining yonida The New Education test markazi bor. Ular ham rasmiy test markazi maqomida. O'sha uchun ularda ham shanba yakshanbadan tashqari bir kun, 2 kun oldin registratsiya qilib bemalol test topshirishingiz mumkin. Deyarli har kuni test bo'ladi. Demak, bu Qatortol ko'chasida ekan azizlar. Xo'p, Lingua Examination Toshkentda, Nukus ko'cha yo'q, bu Kichik Halqa yo'li ko'chasida ekan. Xo'p, aniq menimcha bu ham Nukus ko'chasida bo'lsa kerak. Aniq eslay olmadim manzilni hozir, lekin Lingua Examination test markazida har juma kunlari imtihon bo'ladi. Va davlat test markazi State Testing Centerlarda ham bir oyda bir marta talabga qarab 2 marta test topshirishingiz kerak bo'ladi. Va yana bitta narsani ham bilib olishlaringizni aytardim. Ko'pchilik davlat test markaziga topshirsak yaxshimi yoki xususiylagami, xususiylarga topshirsak sertifikatimizda keyinchalik muammo bo'lmaydimi deb, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Hamma joyda beradigan sertifikat bir xil, chunki sizga qisqacha qilib tushuntirganda, bu yerdagi test markazlarining hammasi shunchaki sizga testni yetkazib beruvchi tashkilot. Bularni testni chiqadigan natijasiga, testni tekshirish jarayonlariga hech qanaqa aloqasi yo'q. Hammasi o'zlarini Kanadadagi ofis tomonidan amalga oshiriladi va ballar o'zlarining rasmiy saytida chiqadi. Bular shunchaki test markazlar, istalgan test markazingizda istalgan kuni borib test topshirish imkoniyatiga egasiz. Xo'p, ularning bosh ofislari qayerda bor? Toshkentda, demak, 2 joyda bor ekan. Har kuni imtihon bo'ladi. Qolgan joylarda o'zlarining maxsus belgilagan kunlari bor. Telefon qilib, mana hammasining telefon raqamlari bor. Ma'lumot olib keyin borsangiz bo'ladi. Va Toshkentda, Namanganda va Marg'ilonda Smito degan universitet bor. O'sha yerga har kuni imtihon bo'ladi. Bemalol telefon qilib imtihoningizni rejalashtirib borish imkoniyatiga egasiz. Va yana agarda viloyatingizda, siz yashaydigan viloyatda ma'lum bir muddatda test o'tkazilmayotgan bo'lsa, men maslahat bergan bo'lardim. Mana bu New Education bor, mana 9092 raqam oxiri. Shu qizga telefon qilib, bularni o'zlari ham viloyatlarda test o'tkazishadi. Mana viloyatdagi test markazlaridan tashqari ham bular ham har oyda 1 marta, 2 marta oldindan rejalashtirilgan sanalar asosida test o'tkazishadi. Shulardan ham bemalol telefon qilib, viloyatingizdagi test kunini so'rab olishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta zo'r tarafi, aytibdi aynan majburiy bitta kunda borib test topshirasan, testga tayyor bo'lsang, tayyor bo'lmasang degan narsa yo'q. Sizga bu yengillik. Qachonki testga tayyor bo'lgan kuningiz, ertasi kuni registratsiya qilib, imtihon topshirishingiz mumkin azizlar. Mana hamma aloqa raqamlari bor. Bemalol ITEP o'z saytiga kirib bog'lanishingiz mumkin. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.